ya. Biza tayyor hurmatli boshlovchi. Zo'rmi? Jamoa birinchi raundga o'tamiz. Ijduvondan kelgan savol o'qiyman. 1, 2, 3. Dan keyin qaysi raqam keladi? Stop! Birinchi uchdan keyin hech kelsa bilmaysizmi? Nechi bo'ladi? Yo'q, men 3dan keyin pastani uxlaganman-da, o'shani bilmayman. Qarang, 1, 2, 3, 4 shu deb birinchi uchdan keyin hech kelsa bilmaysizmi? Menimcha men yondashuv topdim. Bu mantiqiy savol-da. 1, 2, 3 jonimda qolmadi, kuch deydi-ku. Javob Munisa Rizayeva. Biza tayyor bo'lamiz, tayyor biza. Xo'sh, javob tayyormi? Munisa Rizayeva. Bundaymi? Bu miyalarni ishlatmay oxiriga yig'ib nima qilmoqchilar? Tur javobi, tur. Aytdim masallaga. Nimaga aytdingiz? Uchdan keyin uxlab qolishni aytdingizmi? Shunaqa variant keluvdim men o'sha. Mana keyingi savolga qattiqroq to'lanamiz. Qani? Sho'birgan. Ko'gan o'qiyim keladi. Savol. Alif bayrani hamma bilasanmi? Alifboda birinchi harf nima? Va, tupik lekin, tupik. Buna qiyin savollar beryapti, boshlovchi. Nima bilish mumkin? Tupik emasmi, tupik? Harf yo'qdi, son nima yo'qdi? Uylang. Qe emasmi dedi? Qe son-ku. Sona? Men qaranglar, taktika bu. Buni qaranglar, uxlab qolibdi bu. Sadulla to'nkaga boramiz, xato javob bersa ham bu aybdor. Javobimiz tayyor, Sadulla javob beradi. Sadulla. Va nihoyat to'g'ri. Qaysi? Qaysi? Sho'birgan oling. Va nihoyat. Zakovat sumkachasi keltirilsin. O'zim olib kelaman. Mana, olib keldim. Bu sumkaning ichida bitta telefon bor. Hozir u telefon bilan sizlarni tanishtiraman. Bu telefonning batareykasi 8300 amper. 3 kungacha yetadi. Agar ishlatmasang butun umr yetadi. Ekranlari suvdan, changdan himoyalangan. 2,5 metrdan tashib yorsang ham sinmaydi. PUBG, to'dim hech narsaga qotmaydi. Barmoqlaring qotishi mumkin. Qisqasi bu telefon qaysi telefon? Javob tayyor. Javob Honor X9D. Yangi avlod texnikasi. Buni qarang. Siz aytgan narsalarning hammasi aynan mana shu telefonga tegishli. Kamerachasini qarang. To'g'rimi? To'g'ri. Honor X9D hayotingizda siz bilan birga